Salom hammaga. Bugun birinchi o'yin va men rejalashtirgan tajriba boshlandi. Bu tajriba butun yoz davomida, ya'ni 90 kun davomida 100 tadan archivani qilib borish va 90 kunda qanchalik darajada o'zgarish bo'lishiga menga qiziq va buni qilib ko'rmoqchiman. Bugun birinchi kun va albatta birga natija qilish uchun menga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Samarali tong, samarali kun garovi. O'rningdan tur. Uyg'on, kurash hech qachon tugamaydi. Sen bilan birga yashaydigan yoki atrofingdagi odamlarni yengishga, ulardan o'zib ketishga urinma. Bu muhim emas. Aksincha, oynada aksini ko'rib turgan insoningdan o'zib ketishga urin. Shuni harakatini qil. O'zingni yengib o'ta olasanmi? Bugun kechagi o'zingdan o'zib keta olasanmi? Asosiy savol mana shunda. O'z ustingda ishlay olasanmi? Qani, men bilan birga qaytaringlar. Bugun har qachongidan ham ko'proq o'qib